40 bob. Ma'lum mezgil o'tgandan keyin Misr podshohining bosh soqiyi bilan bosh noviyi podshohning oldida xatolik o'tkazdi. Podshoh g'azablanib, bu ikki yuqori amaldorni Yasovul mahkamasidagi zindonga Yusuf bilan bir yerga qamidi. Yasovul begi Yusufni bu ikki amaldorni kutishga o'rinlashtirdi. Ular zindonda bir mezgil birga turdi. Bir kuni kechida bosh soqiy bilan bosh novvoy tush ko'rdi. Ikkilarning ko'rgan tushlarining ma'nosi o'xshamaydi. Etsi etganda Yusuf ularni yo'qlab kirganida, ularning ko'nglining bir oromligini bildi. U ulardan: "Sizlar bugun imonchilar parishon?" deb so'radi. Ular: "Ikkimiz oqshom tush ko'rdik, lekin tushimizning ma'nosini yechib beradigan odam yo'q" deb javob berishdi. Yusuf ularga: "Tushga ta'bir berish qobiliyati Xudodan keladi. Tushinglarni menga aytib beringlar" dedi. Buning bilan bosh soqiy mundaq dedi: "Tushimda oldimda bir tup uzum ko'chatining tug'anligini ko'rdim. Ko'chatda 3 tal nota shox bo'lib, ko'chat big'lash bilan chechaklab, meva pishdi. Qo'limda podshohning sharob jomi bo'lib, men uzumlarni uzib, shirnisini jamg'a siqib, jamni podshohga sundim." Yusuf mundaq dedi: "Bu tushning ma'nosi mundaq. 3 not shox 3 kunni ko'rsatdi. 3 kundan keyin podshoh sizga kengchilik qilib, asli mansibingizni berdi ekan. Siz podshohga burun bosh soqiy bo'lgan vaqtingizdek yana sharob tutadigansiz. Ammo ishlaringiz o'ngishli bo'lganda meni unutib qolmay, menga hesdoshlik qilg'aysiz. Podshoh oldida men uchun gap qilib, zindondan chiqishimga yordam qilg'aysiz. Men aslida ibroniyman. Yurtimdan nohaq tutib kelinganman. Misrdimi? Meni zindonga tashlagudek biror yomon ish qilganim yo'q." Yusufning bosh soqiyning tushiga yaxshi ta'bir berganligini ko'rgan bosh novvoy Yusufga mundaq dedi: "Menmi bir tush ko'ribdiman. Tushimda beshimda 3 sevat non bormish. Eng ustidagi sevatda podshoh yeydigan har xil undan pishirilgan nozik ne'matlar bormish. Lekin ularni uchar qanotlar yavatqudakmish." Yusuf mundaq dedi: "Bu tushning ma'nosi mundaq. 3 sevat 3 kunni ko'rsatdi. 3 kundan keyin podshoh qo'lingizni ilib, jastingizni daraxtga osidi ekan. Teningizni bo'lsa uchar qanot yeydi ekan. 3 kundan keyin podshohning tug'ilgan kuni bo'lib, podshoh o'z amaldorlariga ziyofat berdi. U bosh soqiy bilan bosh navoiyni zindondan chiqarib, amaldorlarning oldiga ilib keldi. U bosh soqiyning mansibini asliga keltirdi. Bosh navoiyni bo'lsa darg'a osdi. Bu ishlar dal Yusufning ta'biridek bo'lib chiqdi. Lekin bosh soqiy bo'lsa Yusufni esidan chiqarib, uni butunlay unutib qoldi.